Krestianka bu juda ham ko'p ommalashgan fason hisoblanadi. Bu fasonimiz reglan yenglik, oldi, orqa yenglari sborkada tayyorlangan. Bu fasonimiz umuman yosh tanlamaydi. Hamma yoshga birdek to'g'ri keladigan va juda ham qulay. Yoshlarimiz belini bemalol belbog'da yoki har xil poyezlar bilan yana ham bezaklik qilib tayyorlab kiysa bo'ladi. Maryams akademiyasi kelayotgan bayram munosabati bilan oldindan qizlarimiz, ayollarimiz o'zlari uchun xuddi shu ko'ylakni hech qanday andozalarsiz tayyor sxemaga qarab tayyorlab, bichib, tikib o'zlari uchun oldindan sovg'alarni tayyorlab olish uchun biz ham astoydil harakat qildik. Ko'rib turibsizki, mana shu ko'ylakni biz bugun siz bilan to'liq andozalarini noldan boshlab chizib, sxemalardan qanday foydalanishni va qanday qilib bichish sirlarini men sizga to'liq ko'rsatib o'taman. Ko'rganingizdek, oldindan men sxemalarni sizlar uchun tayyorlab qo'ydim. Bu sxemalarni oldin Maryams metodi bilan tayyorlangan oldi, orqa yeng andozalaridan modellashtirib, reglan yeng tayyorlab va undan sborka uchun oldi, orqa yenglarni xuddi shunday sxema holatiga tayyorladim. Bu ko'rsatib o'tayotgan sxemalarimiz 42-razmerdan 48-razmergacha bemalol to'g'ri keladi. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, men qanday qilib bu andozalarni yana kengaytirib ishlatsangiz bo'lishini tushuntirib o'taman. Demak, mana shu bitta sxemadan xohlagan razmeringizda foydalansangiz bo'ladi. Men ko'rsatib o'tayotgandek sxema bo'yicha birinchi bo'lib biz oldini chizib olamiz. Oldida ham mana ko'ryapsiz, har bir raqam bo'yicha biz oldindan mana shu sxemani o'zimizga konspekt qilib daftarimizga chizib olamiz sxemamizni. Mana shu sxemani xohlasangiz mana shunaqa alohida qog'ozga yoki plyonkaga chizib olishingiz mumkin, yoki bo'lmasa birdan matoni o'ziga chizib ketsangiz bo'ladi. Ko'rib turibsiz, oldini ochilishi, ya'ni pastga 2,5 sm, 25 kengligi, yuqoridan 11 proymani kengligi, pastga 23,5 bu proymani aynan joylashgan joyi. Yoni 42, ko'ylakning uzunligini 65 qilib ko'rsatyapman. Buni uzunroq tayyorlasangiz bo'ladi. Etakning kengligi 39. Bu ham hammada ixtiyoriy. Yon tarafini 1,5 sm ko'tarilgan. Buni siz yana ham kengroq qilishingiz mumkin. Demak, aytib o'tganimdek, bu yerda uzunlik kaltaroq qilib ko'rsatilgan bilan siz buni bemalol uzunligini uzunroq, kengligini ham yana kengroq qilishingiz mumkin. Bu yerda men bel chizig'ini, ya'ni 28 sm xuddi shunaqa yonidan proyma tarafdan tushirib chizdim. Bu nima uchun? Agar sizga kerak bo'lsa, xuddi shu chiziqqa rezinkani ham tikishingiz mumkin. Rezinkali qilib tiksangiz ham bo'ladi. Demak, biz endi orqa tomondagi andozani tayyorlab chizib olamiz. Oldindan aytganimdek, xohlasangiz xuddi shunaqa qog'ozga yoki plyonkaga yoki birdan matoni o'ziga chizib ketsangiz bo'ladi. Hamma sxemada ko'rsatilgan raqamlar bo'yicha bir xilda qilib chizib ketyapman. Demak, orqa tarafini men qog'ozda chizib ko'rsatyapman. Bu hammani o'zi xohishiga qarab tayyorlab olishi mumkin. Orqa tarafda ham xuddi oldi kabi uzunligini kaltaroq qilib ko'rsatdim. Yuqorida aytgandek, bu xohlasangiz koftichka yoki tunika yoki uzun ko'ylakda ham bemalol foydalansangiz bo'ladi. Orqani bo'yin o'yindig'i, ya'ni 1,5 sm tushirilgan, kengligi 20 sm, yuqori sborka turadigan joy. Proymani yuqori qismi 15 sm kengligi, pastga joylashgan joyi 27,5 sm. Yon taraf 42, orqa uzunligi o'rtadan 66 sm. Etagini pastki kengligi 36, yon tarafi 1,5 sm ko'tarilgan. Buni siz yana aytganimdek kengligi, uzunligini xohlagancha uzaytirib, kengaytirishingiz mumkin. Orqa tarafda ham aynan oldi kabi bel chizig'ini xuddi shunday chizib olamiz. Siz buni matoda ham chizib olishingiz kerak bo'ladi. Nega deganda, ana shu joyga agar siz rezinkali qilib rezinka tikmoqchi bo'lsangiz, xohlasangiz bu yerni rezinkali qilishingiz mumkin yoki ana shu joyni ichkari tarafdan planka tikib orasidan masalan rezinka o'tkazishingiz mumkin yoki bo'lmasa aynan rolikovoy mana shu iplardan foydalanib chiroyli bezaklik qilib tayyorlab olsangiz ham bo'ladi. Bu ham hammani o'zini xohishiga bog'liq. Endi biz yeng andozalarni ham tayyorlab olamiz. Yeng andozasini ham qog'ozdami, plyonkadami yoki matodami farqi yo'q. Xohlagan joyda bemalol birdan chizib ketsangiz bo'ladi. Mana shu ko'rsatib o'tayotgan sxemam yana qaytarib o'taman. 42-razmerdan 48-razmergacha bemalol to'g'ri keladi. Demak, bu yerda yengni uzunligini ham ozgina kaltaroq qilib ko'rsatdim. Bu yerda farqi yo'q. Ikkita yon tarafdagi chiziqlar davom ettirib ketishingiz mumkin, pastga uzun qilib, qancha kerak bo'lsa yoki kengaytirishingiz ham bo'ladi. Demak, mana shunday qilib biz andozamizni tayyorlab chizib oldik. Bu yengimizni andozasi. Oldindan hammasini tayyorladim. Oldi tarafda albatta belgilik qilib belgilab qo'yganman. Mana shu oldi tarafi. Ahamiyat bering, oldi tarafi 23,5 proyma, xuddi oldi andozamizning proymasi bilan bir xilda. Orqa tarafda ham xuddi shunaqa 27,5 orqa proymamiz bo'lgan. Demak, yengilarimizdagi proyma balandliklari bir xilda bo'lishi kerak. Kengligi yuqori 22 sm. Yengimizni uzunligi bu yerda 48. Demak, biz buni yana kengroq, uzunroq bo'lsa uzunroq, kenglik kerak bo'lsa
kengroq qilib tayyorlab olishimiz mumkin. Ko'rib turibsiz, juda ham oson sxemalarni chizib olganingizdan so'ng sxema bo'yicha birdan hamma joyini ko'rib chizib ketsangiz bo'ladi. Endi andoza bo'yicha tayyorlab olganingizda endi buni qanday qilib kengroq yoki uzunroq qilib bitishini men sizga ko'rsatib o'taman. Albatta andozalarimizni yonlarini mana shunday qilib qo'yib tekshirib olishimiz kerak. Yon balandliklari bir xilda bo'lishi kerak va albatta xuddi shu joyda biz yeng andozasini ham aytib o'tganman. Proymalari bir xilda bo'ladi. Oldi, orqa proymalari aynan yeng qo'shilish joylari bir xilda. Biz u joylarni ham albatta tekshirib olishimiz kerak bo'ladi. Andozamizni tayyorlab olganimizdan so'ng proymalarimizni tekshirib olamiz va endi hamma proymalar bir-biriga to'g'ri kelsa, yonlari albatta balandliklar bir xilda bo'lsa, endi bizning andozalarimiz bichish uchun tayyor. Endi men sizga bichish texnologiyasini ham ozgina tushuntirib o'taman. Bu andozamiz juda ham oson tayyorlanishi va bichishda ham hech qanday muammo yo'q. Aynan yuqori bo'yin sohasini xohlasangiz zborkalik qilib akantovkaga tayyorlashingiz mumkin yoki bo'lmasa rezinkaga qilishingiz ham mumkin yoki bo'lmasa plankalik qilib ham tayyorlab olsangiz bo'ladi. Men shunaqa shifon matosidan sizga hozir andozalarni qanday qilib qo'yib bichib olishingiz mumkinligini ko'rsatib o'tamiz. Xuddi shunaqa ko'ylak tayyor bo'ladi tayyorlagan andozalarimizdan. Demak, andozalarimizni xuddi shunday qilib oldini qo'yib olyaman. Agar sizga mana shu joyda ahamiyatli bo'ling, sizga kengligi yana ham kengroq kerak bo'lsa, oldi o'rtasidan bemalol 3, 4, 5, 6 sm ga jildirib olishingiz mumkin. Men andoza bo'yicha atrofga chok bahosini qo'yib bichyapman. Bu yerda andozalar chok bahosisiz berilgan. Agar sizga kerak bo'lsa, endi mana shu 48-razmerdan kattaroq razmerga tayyorlamoqchi bo'lsangiz, albatta siz oldi o'rtasiga va yoniga qo'shib ketishingiz mumkin. Oldi o'rtasiga qo'shganingiz bu zborka haqqi, ya'ni yana ham kengroq chiroyli bo'lib yig'ilib turadi. Agar yoniga siz 3-4 sm qo'shadigan bo'lsangiz, oldi orqada bir xilda va yengida ham bir xil qo'shishingiz kerak va proymalarni ham pastga bemalol 2-3 sm katta razmerlarda 4-5 sm gacha pastga proymalar tushirishingiz mumkin. Proyma ham xuddi shunaqa. Yengda qancha tushirilgan bo'lsa, oldi orqa proymalar ham bir xilda tushiriladi va yoniga ham katta razmerlarga kengaytirib 5, 6, 7, 8 kerak bo'lsa 10 sm ham qo'shishingiz mumkin. Agar siz yoniga 10 sm qo'shganda proymalarni pastga kengligini qancha tushirsangiz bo'ladi. Siz bemalol mana shu kenglikni teng yarmigacha proymalarni pastgacha tushirsangiz bo'ladi. Ya'ni 4-5 sm gacha oldi, orqa proymalari va yengni ham bir xilda tushirasiz. Mana ko'rib turibsiz, mana shu bir donagina tayyorlab olgan andozamizdan 42-razmerdan xohlagan katta razmergacha, ya'ni bu 60-razmergacha undan ham kattasiga to'g'ri keladi. Mana ko'rib turibsiz, men yengilarini qo'shib tikib oldim. Bu yerda tikish juda ham oson. Tayyor andozamizni yonini, yengini, pastlarini tikib olib, bitta proyma chokini tikib olamiz va yuqori qismini mana men bu yerda rezinkaga tayyorlab ko'rsatib beryapman. Men buni yuqorida aytib o'tdim. Xohlasangiz xuddi shunaqa rezinkaga tayyorlaysiz. Aynan bo'yin kengligini ham siz o'zingiz ixtiyoriy belgilashingiz mumkin. Kimga kengroq kerak bo'lsa, kengroq qoldirishi mumkin. Agar ixchamroq xohlasangiz, yig'ishtirib, ya'ni rezinkani yana ham kichikroq yoki bo'lmasa akantovka qilsangiz ham zborkalarni yana ham qalinroq qilib yig'ishingiz mumkin. Yeng uchini ham xohlasangiz shu holatda rezinkada tugatishingiz mumkin yoki men mana shu ko'rsatib o'tgan fason bo'yicha sal yuqoriroqda rezinkalarini tiksiz, xuddi shunaqa fason tayyor bo'ladi. Mana biz maksimal darajada bu darslikni juda ham boyitib tayyorladik. Hamma razmerlarga birdek to'g'ri keladigan va bu kristyanka fasoni umuman modadan qolmaydigan fasonni to'liq noldan boshlab o'rgatdim va bichilishlarida ham kattaytirish sirlarini ham ochiq tushuntirib o'tdim. Albatta sizga mana shu berib borgan videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, Maryamsni yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta obuna bo'lishni unutmang. Eng yaqin chevar dugonalaringizga ham yuborib qo'ying. Kelayotgan bayram munosabati bilan mana shu ko'ylakdan o'zingizga, yaqinlaringizga tikib ko'p duolarni olish nasib qilsin. Ertaga 7-mart kuni Telegram va Instagram kanallarimizda parallel jonlik efir bo'lib o'tadi. 20:00 da bo'lib o'tadigan bu jonlik efir vaqtida siz 19-patok va bolajon style kurslarini juda ham katta chegirmada qo'lga kiritishingiz mumkin. Bu imkoniyatni qo'ldan chiqarmang. Profil shapkasida Telegram va Instagram silkalari qo'yilgan, ana shu joydan o'tib albatta ulanib oling. Ertangi kunga bo'ladigan katta imkoniyatdan siz ham foydalanib qoling va undan tashqari Ramazon oyiga mutlaqo bepul darsliklarni tayyorlaganmiz. Buni olish uchun albatta plyus qoldiring.